Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Hozirgi kunda eng dolzarb bo'lgan ombor hisob-kitobi, kassa hisob-kitobi, debitor kreditorlar haqida Excel dasturini ko'rsatyapman, taqdim etyapman. Birinchi navbatda biz nomenklaturaga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni mahsulotlarni 5 xil mahsulot, 5 xil sortda 25 xil tovar shaklida ko'rinyapti. Xarajatlar kiritiladi va transportlar kiritiladi. Keyingi ikkinchi listda поставщикlar kiritadi. Поставщикlar bazasi bo'ladi. Keyingisida xaridorlar bazasi, ya'ni klientskiy baza deydi ruschasiga. O'sha ma'lumotlar kiritiladi. Qancha ma'lumotlar to'liq kiritilsa, shunchalik tahlil qilishda aniqroq natijaga erishishimiz mumkin. Keyin jarayonda korxonaga, do'konga kirim bo'ladigan tovardan boshlanadi. Ya'ni jarayon sanasi bo'yicha nakladnoy nomeri, kimdan kirim bo'lgani, mahsulot sorti, kilogrammi, qancha skidka beryapti. Masalan, 2 tonna ga pulni so'rayapti-yu, 2 tonnaga bizga skidka beryapti. Masalan, 20 kilo skidka beryapti. Summasiga ta'sir qilmaydi-yu, lekin sotiladigan miqdorimizga u ta'sir qiladi. Ya'ni 2 tonna 20 kilo sotishimiz kerak bo'ladi chiqimda. Bizda chiqimda sanasi kiritiladi, ya'ni sariq rangdagilar kiritiladi. Mana bu sariq rangga olingan ustunlarimizda ma'lumotlar ruchnoy kiritiladi, qolganlari avtomatik shakllanadi. Ya'ni 1-may kuni birinchi xaridorga birinchi mahsulot, birinchi sortidan ostatkamizda 2 tonna 20 kilo bor edi, 500 kilosini sotdik. Va 500 kilosini sotganimizdan keyin bizda avtomatik tarzda birinchi mahsulot, birinchi sorti 1 tonna 520 kilo qoldi. Bu qilganligi uchun, oshiqcha to'lov qilganligi uchun qizilda chiqyapti. Bu qizil degani bizdan haqdorligi. Ya'ni bizga oshiqcha to'lov o'tkazib qo'yganligi uchun bu haqdorligi ko'rinib turibdi. 4.255 ming so'm. 2-may kuni 3-xaridorga birinchi mahsulot 4-sortidan 3 tonna edi ostatka, 2,5 tonna sotyapmiz. 3.750 ming so'm qarzdorligi mavjud bo'lyapti 2-may holatiga. Endi ikkinchi xaridorni 4-mahsulotdan 600 kilo edi. 3-sortidan 500 kilosini sotdik, 500 ming qarzdorligi shakllandi va yana shakllantirilyapti. Masalan, 11-sana kuni deb yana kiritadigan bo'lsak 25, 6-nakladnoyda chiqimi, ya'ni xaridor, ikkinchi xaridorimizga o'zi 50 ming so'm ko'ryapsiz o'tyapti 11-may holatiga. Ya'ni nega u 10-may holatida 550 ming so'm edi, 11-may holatiga 50 ming so'm qolyapti degan savol tug'iladi. U kassamizga to'lov qilyapti, amalga oshiryapti 500 ming so'm. Shuning uchun endi bizda mana bu yerda 4-mahsulotni 3-sortidan bizga ostatkamiz 100 kilo qoldi. 100 kiloni biz 120 kilo deb sotadigan bo'lsak, bizda sariq qizilga aylanadi. Sariq rangdagi joyda qizilga aylansa, demak xatolik bor. Uni xatolikni yechimini qilishimiz kerak. Ya'ni 100 kilo sotishimiz kerak, 120 kilo deb yozib qo'ydik. Demak, biz buni 100 kilo deb yuritishimiz kerak yoki tarozidan boshqatdan o'lchab berishimiz kerak. O'z-o'zidan qo'shilib qolmaydi. Yoki kirimini xato qilganmiz. O'shani tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Iminda mana shu 4-mahsulot 3-sortida. Buni ham 1000 so'mdan sotdik deylik, 100 kiloni 100 ming so'm bo'ldi. Demak, 150 ming so'm qarzdorlik mavjud bo'lib qoldi. Endi ombor otchyotiga kiradigan bo'lsak, ombor otchyotida miqdor bo'yicha, ya'ni mahsulotlar, o'sha 25 xil mahsulot qancha davr boshiga ostatkasi, ya'ni 1-aprel holatiga ostatkasi 10-maygacha deyapti. Yoki bo'lmasa 1-maydan boshlanyapti hammasi. 1-may deb belgilaymiz. 1-may holatiga davr boshiga qoldiq yo'q edi. Ya'ni
1 may boshlanish sanasiga yo'q edi. Kirim bo'lyapti. 15 tonna 220 kilo, chiqim bo'lyapti 5 tonna 610 kilo, 9 tonna 610 kilo shakllanyapti. Ya'ni bu materialni отчет hisobida kirim chiqim bo'yicha ma'lumot bo'ladi. Keyingisi skladda ostatkalar bor. Ya'ni ostatkalari qolgan, ostatkada qolgan mahsulotlarimiz mana bular bo'ladi. 7-listimizda esa поставщикlar. Ya'ni поставщикlardan qaysi kunga qancha qarzdorligimiz mavjud. Поставщик 1dan, ya'ni mol yetkazib beruvchilardan. Ya'ni qarzdorimiz, поставщик 2-chi, поставщикdan esa yana поставщикlar, debitor, kreditorlar. Ya'ni umumiy ma'lumot. Nechta поставщикimiz bor, qanchasidan qancha оборот bo'ldi, kirim bo'ldi, qancha summa to'ladik, qancha davr oxiriga qoldiq summamiz qoldi. O'sha haqida ma'lumot. Xaridorlar bilan endi. Xaridorlar bilan ham xuddi shunday. Birinchi xaridor, ikkinchi xaridor, alohida qarzdorimiz masalan bundan 15-may deb oraliqda belgilab qo'yadigan bo'lsak, bu 5 million so'm to'lab qo'ydi. Ya'ni xaridor ikkinchi 5 million so'm to'ladi, bizdan haqdor bo'lib qoldi. Shunday o'sha jami klientlar bo'yicha ma'lumot shakllanadi bu yerda, bu listda. Mana boshidan ko'radigan bo'lsak, 7,5 million so'm to'lab qo'ygan kassada. Xaridor 7,5 million so'm to'lab qo'ygan. O'sha to'langan summasi va undan keyin olingan tovarlari 3 million 745 ming so'mlik 1 million 400 so'm yana to'lanibdi va ostatkada 5 million 155 ming qolyapti. Bu xaridorni bugungi sanadan 33 kun oldin savdo qilgan. Ikkinchi xaridorimiz esa 23 kun oldin savdo qilgan. Uchinchi xaridorimiz 32 kun oldin savdo qilgan. Endi bu savdo qilgan kunidan ya'ni usloviyani o'sha nasiyaga savdoda ma'lum bir muddat belgilanadi, 10 kun deb. 10 kundan oshgani qizarib ko'rinsin yoki bo'lmasam sarg'ayib ko'rinsin, yashilga, sariqqa, qizilda alohida shakllantirilsin desangiz, o'shanaqa usloviy bilan ham ko'rsatib berish mumkin. Ikkinchi tablitsasida faqat qarzdorlar ro'yxati chiqadi. Qarzdorlar ro'yxati bu yerda oxirgi to'lovdan necha kun o'tdi. Ya'ni hali to'lov qilmadi. Ya'ni 3 million 750 so'm xaridor 3-chi xaridorimiz 3 million 750 ming so'm 32 kun oldin olib ketgan, hali to'lov qilmagan. Endi o'shani to'lovni shakllantiramiz. Qarang. Bugungi kecha sana bilan kiritaylik unda. 2-oy 6-oy 25-yil kirim xaridorga 750 ming so'm. 750 ming so'm 03 поставщикdan xaridorimizdan bo'ladi. Xaridorimizdan bo'lyapti 750 ming so'm. Bu joyda ma'lumotimiz mana. Oxirgi to'lovdan 1 kun o'tdi, ya'ni kecha 750 ming so'm to'lov qilib ketgan. Kuni kecha. Mana bu yerda 750 ming so'm deb ko'rsatilganligi bu 15-may holatiga, biz esa bugungi kun holatiga ko'radigan bo'lsak 3 million so'mga aylanadi. Bugungi sana bilan tezkor ma'lumot bilan ishlayman desa, biz mana bu sanani teng deymiz, ya'ni tekushi dataga desak, avtomatik tarzda biz bundan oldingi davrni belgilab yoki bundan shunga yaqinroq oraliq haftalarni belgilab olsak, yaqqol ko'rinadi. Bu qarzdorligimiz operativ ma'lumotga shakllanib boriladi o'shanda. Kassa ma'lumoti ham xuddi shunday. Kunlik kirim chiqimlarni yuritib borish kerak. Kirim chiqim vazurat summa masalan 7,5 million
to'lagan oldin avans deb u xaridorimizdan biz 5.155.000 qarzmiz, ya'ni haqqi bor bizdan. Biz 5 millionni qaytaramiz. Biz buni ikkinchi 5 millionni qaytara olmaymiz. Ostatkamiz yetmaydi. Demak 06-oy 25-yil bu yerda vazvrat deymiz endi. Vazvrat deymiz. O'sha 500 mingni vazvrat qilamiz. Yoki bo'lmasam 5 million qancha edi? 5 million 155 ming. 155 mingni vazvrat qilamiz. Ya'ni 155 ming. Kimga? Xaridorga. Vazvrat qildik. Endi xaridorda 155 mingga kamaydi. Ya'ni 5 million so'mlik haqdorligi qoldi. Oxirgi savdodan 33 kun o'tdi. Ya'ni haqdorligi kamaydi 155 mingga. Biz vazvrat qilib qaytarib berdik summasini. Endi sotkamiz 0 bo'lgan ekan. Demak, kassaga kiramiz. 12-may holatiga ostatkamiz 0 bo'lgan mana. Ostatkamiz 0 bo'lgan. Bugungi kun holatiga bo'ladigan bo'lsa, segonyani bosamiz. 595 ming. Ya'ni bu yerda ham xuddi shunday ostatkamiz ko'rinib kelyapti. Teng yuribdi. Xuddi shunday qolgan reyting, tahlil bo'yicha o'zida mulohazalaringizni, takliflaringizni berib, bizga mana shunaqa ko'rinishda, mana shunday shaklda ma'lumotlarni aks ettirsin deb talablar qo'ysangiz, o'sha talablaringizni qo'ldan kelgancha mana shu dasturlashga harakat qilib, siz talabingizni qondirishga harakat qilamiz.